Shunda bir ko'rganda ko'pchilik o'ylashi mumkin bu kafel deb. Ha, men ham ko'rganman kafelmi? Bu kafel emas, mana ko'rsak bo'ladi. Bu g'isht mana. Ha, faqat qalinligi. Ko'ryapsizmi? Sal yuqori, bu ham keramический, misol uchun termosoflar fasal uchun mo'ljallangan. Issiq sovuqqa mana techiklari bor, misol uchun. Issiq sovuqqa yaxshi. Bu kafel emas. Bu g'isht. Ya'ni turar joy majmuasini tashqi fasadi oldingi loyihalaringizdan ajralib turgan holatda yangicha zamonaviy arxitekturaga mos shunday bo'ladi. Shu Xitoydan keltirilgan g'ishtlar bilan qoplanadi. Shunda. Lekin benzin o'zilmasdan chiqmaydi. Chetdan chiqmaydi. Chetdan chiqmaydi. Bu ham qizil g'isht. Bu ham xuddi shunaqa. Mana shu yerda qurgan, ko'rsangiz bu yerda yopishtirgan ko'rishingiz mumkin. Mana kafel emas bu. G'isht bu. Buni montaji qanday bo'ladi deganda 16 yoshliklarga g'isht ishlatish mumkin emas. Shuning uchun avtoklavni gazobloklar o'zi Toshkentda, Buxoroda katta zavodlar bor. Ular ham g'ishtdan yaxshi bo'lsa yaxshi, lekin nima emas. Bemalol o'rnini bosadi. Bemalol o'rnini bosadi. O'sha avtoklavni gazoblok bo'ladi. Undan keyin bazalt bo'ladi. Undan keyin shu g'ishtimiz bo'ladi. Xuddi shunaqa bo'ladi.